Assalomu alaykum. Yaxshi hayot degan vaqtimda nomni tushunsa bo'ladi. Ko'pchiligi men o'sha taksi haydab yuraman. Har xil odam bilan taksi. Ko'pchilik yaxshi hayotni o'ylaydi ekan, pul, boylik bo'lsa yaxshi hayot, o'zgalardan ajralib turaman deb o'ylaydi ekanlar. Lekin afsus, kim agar shu pul, boylik baxt keltiradi desa, lekin kim shunday deb o'ylasa, lekin u xato ishlatgan bo'ladi. Yaxshi hayot baxt nomida. Oilangiz tinch, ota-onangiz sog' salomat, yoningizdagi do'stlaringiz haqiqiy chin yiqilgan vaqtingizda suyab biladi uni, og'ir kuningizda tashlab ketmaydi uni. Sizni o'rta yo'lda siz bilan birga orzu etib, sizni o'rta yo'lda tashlab ketmaydi uni. Yaningizda insonlar bo'lsa, shu narsa baxt bo'ladi. Pul o'zim shaxsiy hayotimdan yo'q. Pul baxt aytolmaydi. Pul imkoniyat beradi ekan bizlarga. Lekin baxt aytib bilmaydi. Men shunday oilalarni ko'rdim, pulini haddi sonini bilmaydi, lekin baxt yo'q uyingda. Shunday oilalar bor. Ertangi kunni yeydigan narsasi bor, indingi kunda yo'q. Allohga tavakkal etgan insonlarni ko'rganman. Uyingda baxt eng baxtli insonlar shular. Bu dunyoda birava pul berib uni baxtlatib bilmaysiz. Birava yaxshilik etib baxtlatib bilasiz. Arzimagan so'z bilan ham birovni baxtlatsa bo'ladi. Yana kim nechki o'ylaydi bilmayman. Baxt menimcha shu oddiy inson bo'lib qolishda, samimiy his-tuyg'ular bilan qolishda deb o'ylayman. Oltin, pul, boylikni ekkitib bilmaydi narigi dunyoga, lekin bizlar aytgan yaxshi ishlarimiz, samimiy his-tuyg'ularimiz bizlardan keyingilari yuragida biza gitgandan keyin ham narigi dunyoda qoladi. Narigi dunyoda yaratgan Allohdan so'ramaydi. Necha so'm pul topgansan mendan, nima ish etgansan deb so'raydi. Так что boylik baxt keltirmaydi. Oddiy inson bo'ling bo'lgani.